قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 27-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darsimizda kesal harf aralashgan fe'lni o'rgangan. Ya'ni kesal harf fe'lning beshiga kelgan bo'lsa, biz buni mu'tallul fa deb atagan. Ya'ni fa'ning uduldagi harfi kesal harf bo'lgan fe'l deb atagan. Endi biz bugun kesal harf fe'lning o'ttirga aralashgan qismini o'rganamiz. Ya'ni fe'lninki o'ttirga biz o'rgangan 3 dona kesal harfning birisi kelib qolgan bo'lsa, biz buni mu'tallul ayn deb ataymiz. Ya'ni aynning barobarligi, ya'ni o'ttirdagi harf qanday kelib qolgan, kesal harf kelib qolgan fe'l deb ataymiz. Ular qaysi deganda qala, kana, qama, tofa, jaa, ba'a, zara. Hammasinin bo'ldi mu'tallul ayn. Aynning barobarligi, ya'ni fa'ala degan vaqtdagi aynning barobarligi, aynning udulusidagi harfi kesal harf kelib qoldi deymiz. Qala dedi. Mana o'tturdagi bir alif harf illat, ya'ni kesal harf. Kana, qam hammasida o'ttirdan bir alif bor. Bu nima? Kesal harf. Shuning uchun biz buni mu'tallul ayn deb ataymiz. Endi bu fe'llarning turilinishi biz ilgari o'rgangan fe'llarga qurilma jihatdan o'xshash. Ya'ni qala dedi bir er kishi, qala dedi ikki er kishi, qalu dedi ular erlar. Yani üçüncü şahıs köplük. Qalet dedi bir ayal, qalete dedi iki ayal, qulna dedi köp ayallar. Qulte dediniz siz, qultuma dedinizler ikkinlar, qultum dedinizler köp erler, qulti dediniz siz, qultuma dedinizler, qultunna dedinizler ayallar. Qultu dedim ben, qulna dedik biz. Bunu sizler pişik türleşini günüsüler. Hem kalan fe'llarning hammasi mushu o'lcham bo'yicha. Masalan, kana, kana, kanu, kanet, kaneta, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Tafa, 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 tafu, tafet, tafeta, tufna, tufta, tuftuma, tuftum, tufti, tuftuma, tuftunna, tuftu, tufna. Ba'a, 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 ba'u. باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتي بعتما بعتنا بعتو بعنا. Mana shunga o'xshash. Zarami shunga o'xshash. Sizlar mush fe'llarning hammani turlashni o'rganisizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi buning mudorisi deganda mudorisimi yaqulu chiqadi. Qalininki yaqulu, ba'ninki yabi'u, namininki uxlidi, nama. Yanamu, ja'ninki yaji'u, tabininki yatubu. Tövbe qildi degandiki tabininki yatubu chiqadi. Endi buningki turilish ahvoli tuvandagi jadvalda ko'rsatilganga o'xshash hammasiningki. Masalan, yabi'u, yabi'ani, yabi'una. Satudu, satudu ikki satudu ular. Tabi'u, tabi'ani, yabi'na. Satudu u ayal, satudu u ikki ayal, yabi'na. Satudu ko'p ayallar. Tabi'u satısı siz, tabi'ani satısı sizler ikkanlar, tabi'una satısı sizler köp erler. Tabi'ine satısı siz, tabi'ani satısı sizler ikkanlar, tabi'ana satısı sizler köp ayallar. Ebi'u satımen men, nebi'u satımız biz. Köplük şekli. Bu er ayallığa ortak işlantılanıdır. Mutekellim şekli. Biz fe'l mudari to'g'risi ilgirki darslarimizda to'xtalg'achqa biz bu yerda qurilmani so'zlash bilan ko'payamiz. Mushuni turlash o'rgansanglar qolgan hamma shunga o'xshash. Masalan, yanamu, yanamu, yanamani, yanamuna, tanamu, tanamani, yanumna, tanamu, tanamani, tanumuna, tanumina, tanamani, tamunna, amunu, anumu, nanumu deganga o'xshash. Yajimu shunga o'xshash, yatubumu shunga o'xshash mush xil o'lchamga kelib to'lashni o'rganisizlar, bu sizlarga topshiriq. Endi yuqorida o'rgangan yaqumu, yaqulu, yanamu degan fe'llarning oldiga sokin qilguvchi omil kelib qolsa, qanday bo'ladi deganda diqqat. Yaqumu. Qaraydigan bo'lsak, bu fe'lning qurilmasiga
yaqumu. Vo qanday ekan? Sakin ekan. Endi lam kirsa, lam fe'lning oxirini qanday qilishni talab qiladi? Sukun qilishni talab qiladi. Masalan, lam kirdi, nima bo'ldi? Lam yaqumu bo'ldi. Bu yerda vo mu sakin bo'ldi, mim mu sakin bo'ldi. Nimishqa lam oxirgi mim harfining sakin bo'lishini taqozo qiladi. Ikki sakinlik harfning bu yerda kelib qilishi to'g'ri emas. Unda biz qanday qilamiz deganda, albatta, mush o'tturdagi harfning kesal harfni qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Lam yaqum bo'ldi. Yaqulu dum shuningga o'xshash. Yaqulu lamni kirsak, cho'qim oxirgi harfi lam sakin bo'lishi kerak. Chunki lam fe'l mudorini qanday qiladi? Sukun qiladi. Lam akirdik, lam sakin bo'ldi. Shundaqlama vo'mi asli sakinti bu. Yaqulu deganda vo qandatdi? Sakinti. Unda bo'lsa, ikki sakinlik harf biriga kelib qoldi. Ikki sakinning biriga kelishi to'g'ri emas. Shuning uchun bu kesal harfni ilib tashlab o'tdik. Nima bo'ldi? Lam yaqul demedi. Lam yaqum qopmadi. Yakunu. Yakunu dumu vo sakin. Endi lamni akalsak, nunni sakin qilishni talab qiladi. U vaqtda ikki dona sakin biriga kelib qoldi. Vonni ilib tashlab o'tamiz bu kesal harf bo'g'achqa. Nima bo'ldi? Lam yakun. Yanamu. Endi yanamuga lamni kirsak, bu yerda yanamuda alif sakin mi yerda? Alif sukun, ya'ni yanamu. Lamni kirsak, mim sakin bo'lishi kerak. Lam yanamuda. Unda bo'lsa ikki dona sakinlik harf biriga kelib qolgan bo'ladi. Bu vaqtda biz kesal harfni tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Lam yanum. Lam yanum bo'ldi. Lam yanam. Uxlamadi degan bo'ldi. Lam yanam uxlamadi. Endi biz bundan fi'li amrni qanday olamiz deganda, qaranglar. Taqulu tabi'u yanamu. Hammasining shu kesal harfi bu yerda sukun. Asli holatda qanday? Sukun. Endi biz fe'li amr yasagan vaqtimizda tunji qadam oxirgi harfni qanday qilish? Sukun qilish. Endi unda biz boshlaylik. Oxirgi harfni sukun qildik, nima bo'ldi? Taqulu bo'ldi. Bu yerda vo mu sakinti. Endi amr qilamiz deb oxirgi harfni sakin qildik. Ikki dona sakinlik harf biriga kelib qoldi. Arab tilida ikki dona sakinlik harfning biriga kelib qilishi to'g'ri emas. Buning uchun bu yerda qaysini olib tashlaymiz? Albatta kesal harfni olib tashlab o'tamiz. Taqul bo'ldi. İkinci qadamda mudoriyat harfini olib tashlaymiz. Nima bo'ldi? Qul bo'ldi. Amr harf, amrisi, amr fe'l yasaldi. Mana qul degan gap. Tabi'u dum shuningga o'xshash. Birinchi qadamda oxirgi harfni sukun qilamiz. Bu yerda oxirgi harfni sukun qilsak, ikki sukun bir yerda biriga kelib qoldi. Ikki sukunning biriga kelishi to'g'ri emas deb kesal harfni olib tashlab o'tdik. Tabi' bo'ldi. Ikkinchi qadamda mudoriyat harfini olib tashlab o'tdik. Bi' bo'ldi. Bi'. Ya'ni sad degan gap. Yanamuda tanamu. Endi yanamuda oxirgi harfni sukun qildik. Oxirgi harfni qanday qildik? Sukun qildik. Ikki dona sukun biriga kelib qoldi. Alifning ustida birdan sukun bor. Albatta bunda kesal harfni olib tashlab o'tamiz. Tanam bo'ldi. Mudoriyat harfini olib tashladik ikkinchi qadamda. Nam. Nam bo'lsa, uxla deb chiqadi. Uxla. Bugungi darsimizdagi asosli mazmun shu. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu sabi'u val 20. 27-dars. Biz yangi so'zliklarni bir o'qib o'taylik. El-kelimatul jadida. Yangi so'zlar. Kamilun. Kamil, tuluq degan gap, tuluq. Suda'un, bosh og'riq. Bosh og'riq. Mashg'ulun, aldirash. Zulqa'da, Zulqa'da bu hijriya kalendaridagi 11-oyning ismi. Al-milhu, tuz. Az-zaytu, may, yog'. Biz o'ylarda ishlatilgan yog'ni ko'rsatadi. Al-jubnu, pishloq. Ad-daqiqu, un. Al-adasu, purchoq. Al-baqqalu, dukanchi. Baydatun, tuxum. Baydun, tuxumlar. Al-g'aba, o'rmonliq. Al-qitaru, poyiz. Al-buxaru, hur. Hur. Al-fakihaniyu, bu bizning tilimizdagi baqqal. Mevchi va sotquchi. Al-g'ada'u, etganlik, tamoq. Muntasaful layl, yarim kecha. Haythu, bu vaqt yoki o'rin ravishi.
cümlenin baş ayağıda vaqtga münasibətlik bo'lib qolsa chaqda deb tarjima qilamiz. Cümlenin baş ayağı urunga münasibətlik bo'lib qolsa urunda deb tarjima qilamiz. La yanbaghi loyiq bo'lmaydi. G'alaba g'alba qildi, yaghlibu g'alba qiladi. Kazaba yolg'on so'zladi, yakzibu yolg'on so'zlaydi. الدرس السابع والعشرون 27. ders o المدرس ve Halid oturustaki diyalog. Meta ci'te min ciddete ya Halid. Ey Halid, ciddeden kaçan geldin? Ci'tu emsi. Tünügün geldim. Ece İbrahimu ma'ak. İbrahim sen bilen birlik geldi mu? La. Lem yeci ba'd. Yak. Tehi. Ba'd yani mu? Tehi kâmede. Seyaci'ul yevme ev gaden inşaallah. Allah halisa bugün yaki ete kelidu. Ezurtes sefir konsulunu yokladın mı? Zehebtu ila mektebihi ve lem ecidhu. Şhanısıga badım ve onu tapamadım. Semi'tu ennehu lem yekun fi cidde zâkel yevm. Anladım cezmen o lem yekun. Bommedi ciddide aşk günüsü. Yani onu aşk günüsü ciddide yok da kana kıldım anladım. Lem yekun. Kana boldu lem yekun bommedi. Ya Adnan inneke gibte usbu'ayn. Ey Adnan sen 2 hafta kamedin. Fe eyne kunte qayada buldun? Kuntu fil musteşfa. Doktorxanda buldum. Kuntu maridan cidden. Nahayet igir beka kisel idim. Vallahi laqad kittu amut. Allah ulan qasam laqad kittu. Buradaki laqad degan gap jazman degan gap. Laqad. Endi kittu cho desa kada yakadun chiqqan bil. Kada tas qoldi, az qoldi degan gap. Kittu olsa tas qoldim amut, o'lgili. Allah ulan qasam o'lgili tas qoldim. Vallahi ma araftu zalik. Allah ulan qasam ashuni qanday qilmadim? Bilmedim, ma'ariftu, bilmedim. Bu yerdeki vallahi deb qasamni qilishi arab tilida biz uzun so'zni kuchaytirish, ta'kidlash uchun qasam ichidi va bu odatda bizningki rasmiy ichadigan qasamlarga o'xshamaydi. Buni lag'vi qasam deb ataymiz. Bu inovatsiz qasam. Bu odatda jumlaningki mazmunni kuchaytirishdan keladi. Allohlar qasam, shuni qanday qilmadim, bilmedim. Lam yaqul li ahadun innaka marid. Demedi, qaranglar, lam yaqul. Demedi menga ahad, hech bir kishi innaka marid. Hakikaten sen kisel. Yani senin kisellikini hiç bir kişi bana demedi. Ve inneke fil musteşfa. Ve senin doktorxanda ekanligingni bana hiç kim demedi. Keyfe halukel an? Hazır ahvalın qandaq? Leallekel an ahsan? Belki hazır yaxşıraqto, ahsan qandaqto, yaxşıraqto. Lealle deyin ümit qilishha. Yani hazır yaxşıraqto. Elhamdülillah. Allah'a şükri. أنا الآن أحسن من hazır yaxşıraq. ولكنني الآن لا أزال ضعيفا. لكن من لا أزال هلا هم ضعيفا aciz. شفاك الله شفاء كاملا. Allah sana tuluk şifalık bəsun. Ey Osman, inneke tegibu kethira. Ey Osman, siz köp gayb bulursunuz, yani mektepke kelmeysiz. Gibte yevmen fi hadal usbu. Bu haftada 2 gün kelmediniz. Ve 3 eyyam fil usbu'ul madi. Ve ötken haftada 3 gün kelmediniz. La yenbaghi li talibin en yegibe kathira. Layık bulmaydı okuğucuğa, yani layık emas okuğucuğa köp gayb bulaş, yani kemeslik, köp kemeslik okuğucuğa layık emas. Lem agib 3 eyyam fil usbu'ul madi kema kulte. Gayib bulmadım, yani kâme kâmedim. Lem agib deyin. Agib de olsa kâmedim şunda ol. Lem agib olsa kâmedim. Kâme kâmedim 3 gün ötken hafta siz degendek. Yani gayib bulmadım 3 gün ötken haftada siz degendek. İnnema gibtu yevmen vahiden fakat. Fakat lam innema. Fakat lam kâmedim. Fakat bir gün. La tekzib ya ahi. Yalgan etme ey kardeşim. İnneke gibte yevmes sebti ve yevmes thulatha
ve yevmel erbi'a. İnneke degan haqiqatan sana odatda inne jumla mazmun kuchaytirish uchun keldi dedik. Buning jumla qarab ba'zi vaqtda jumla tarjimasini qo'shib qilamiz, ba'zi vaqtda qilmasak bo'ladi. Haqiqatan sen shanba kuni, seyşembe kuni va chorshanba kuni g'ibda. Kamidan. Ana asifun ya ustaz. Ey ustaz, men afsusliman. Lan ag'iba fil mustaqbal inshaalloh. Allah xolisa kelguchida lan hargiz g'oyib bo'lmayman. Qum ya Adam. Qop ey Adam. Atanamu fil fasli. Sinfda uxlamsa. Ana asifun ya ustaz. Ustaz, men qanday qilaman? Afsusliman. G'alabani an-nawmu li'annani ma nimtul bariha. G'alabani g'alba qildi, meni besib oldi degan gap. Besib oldi meni uyqu. Chunki men ma nimtu uxlamadim oqshom. Al-bariha oqshom. Lima lam tanam nimishqa uxlamading? Kana bi suda'un shadidun falam anam bi sababihi. Kana bi. Kana o'sha bo'ldi bi men bilan degan gap. Bo'ldi men bilan qattiq bosh og'riq. Fa sababiyat. Shuning uchun uxlamadim bi sababihi. O bosh og'riqningki sababi bilan. Yarinnul jarasu fa yaqumul mudarris. Qo'ng'iroq chalindi, an o'qituvchi turdi. Ya ustaz, ey ustaz. Uridu an azuraka al-yawma ba'da salat al-asr. Ey ustaz. Asr namozdan keyin bugun sizni yo'qlashni xohlayman. Zurni gadan. Meni at yo'qlig'in. Fa innani mashg'ulul yawm. Chunki men bugun mashg'ul qanda aldirash. Mashg'ul degan aldirash. Tekstimiz oyoqlashdi. Unda bo'lsa biz ko'nikma kelayli. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Buni sizlar daftarga yozib, arabcha javobini bilasizlar. Tekstga asosan. Adnan qancha hafta yo'q bo'ldi? Lima kana Adnan g'oiban. Nimishqa Adnan yo'q bo'ldi, ya'ni kamida? Shunga o'xshash tekstdan bizninki javobi bor. İkincisi, hadihi amsilatun lil fi'li al-mu'talil ayn deydi. Bu mu'talil ayn, aynning barobaridagi harfi kasallangan fe'lning misollari. Ya'ni o'ttirdagi harfida kasal harf kelgan fe'lning misollari. Masalan, qala yaqulu, kana yakunu, zara yazur. Qala yaqulu, dedi deydi. Kana yakunu, bo'ldi bo'ladi. Zara yazuru, ziyorat qildi, ziyorat qiladi. Qama yaqumu, qopdi, qo'pidi. Zaqa yaduqu, tetidi, tetidu. Tomoq tetidi, bir tayoqning ta'min tetidi, azobning ta'min tetidi degandek. Tafa yatufu, tavof qildi, tavof qiladi. Sama yasumu, ro'z tutdi, ro'z tutdi. Dara yaduru, o'ylandi degan gap, o'ylandi, cho'gildi degan gap. Cho'gildi, cho'gilaydi. Taba yatubu, tavob qildi, tavob qiladi. Bala yabulu. Kichik tarat qildi, yabulu kichik tarat qiladi. Qarab boqadigan bo'lsak, bu fe'llarning hammasining o'ttirli qandayliglik bir dona alif, ya'ni kesal harf kelib qoldi. O'ttirli kesal harf kelgan fe'llarni biz mu'tallul ayn, aynning barobaridagi harfi kesal harf deymiz. Nima uchun? Fe'lning o'lchami fa'ala. 3 harfni topgan. Bu 3 harfning o'ttirli ayn bo'lg'achqa şu aynning barobaridagi o'ttiridagi harfi kesal harf kelgachga buni mu'tallul ayn deb ataymiz. Masalan, yana jaa yaji'u, ba'a yabi'u, sara yasiru, aisha ya'ishu, kala yakilu. Jaa yaji'u, keldi, keladi. Ba'a yabi'u, satdi, satudu. Sara yasiru, mangdi, mangadu. Aisha ya'ishu, yashidi, yashaydu. Turmush kechirdi, turmush kechirdi. Kala yakilu. Qana qildi? Kamchilladi, kamchilaydi. Ya'ni kamchilladi. Kamchilaydi. Endi bu yerda ba'da buni ayrim tizimlikka birishlik sabab yaji'u buning fi'l mudorisida yaji'u, ya'ni mudoriyat harfidan keyingi harf nima qildi? Zir qildi. Hammasida yaji'u, yabi'u, yasiru, ya'ishu deb. Yuqorida mudoriyat harfidan keyingi harf nima qildi? Pashi qildi. Qala yaqulu, yakunu, yazuru, yaqumu, yazuqu deganga o'xshash. Endi 3-chisida
Mudoriyat harfidan keyingi harf zivar o'qiliq. Masalan, nama yanamu uxladi, uxlaydi. Xafa yaxafu xanim o'qildi zivar. Kada yakadu mazala la yazalu. Demak, mudoriyat harfidan keyingi harflari zivar o'qilganlari. Hammasini ayrim-ayrim yetkazib keltirgan. Nama yanamu uxladi, uxlaydi. Xafa yaxafu qo'qdi, qo'qidi. Kada yakadu tast qoldi, tast qoladi. Mazala la yazalu. Mazala hili ham bo'ldi, la yazalu hili ham bo'ladi. Bu fe'llarning sizlar ma'nosini bilmagachga hammani yodlaysizlar. Yodlash bilan birga biz darsning beshida ko'rsatgandek buni turlashni o'rganisizlar. Üçüncüsü taammel mayali tuandakilarni mulohaza qiling deydi. Mana bu yerda turlab sizlarga ko'rsatib qo'ydi qisqacha. Hamidun qala. Hamid dedi. Mana erlik birlik qala dedi. At-tullabu qalu. O'quvchilar dedi. Erlik ko'plikka qalu. Aminatu qalat. Amina dedi. At-talibatu qulna. Qiz o'quvchilar dedi. Ayollar ko'plik. G'oib. Endi muxatab keldik. Anta qulta. Sen deding. Antum qultum. Sizlar dedinglar. Anti qulti. Siz dedingiz. Ayol. Antunna qultunna. Sizlar dedinglar. Ana qultu. Men dedim. Nahnu qulna. Biz dedik. Bu qisqacha bilgini sizlar darsning dastlabida ko'rsatilgan jadval bo'yicha to'liq pishiq yozilsanglar, bu sizlarga nihoyat oddiy. Bu yerda ikkilikka berilmagan. Bizning jadvalda ikkilik qanday qilingan berilgan. Dördüncüsü esnid qama ve zara ve kana ila damair kama fi temrin sabiq deydi. Sabiq degan ilgirki degan gap, ha? Ilgirki ko'nikmidagi dek qama, zara, kanini damairlarga esnid qanday qiling yulang deydi. Ya'ni qala mushu qalaga o'xshash, qalni o'sha ko'rsatganga o'xshash yezib chiqing deydi. Masalan, Hamid qama. At-tullabu qamu. Aminatu qamat. At-talibatu qumna. Mana mushuning o'xshash to'liq ishlab chiqsizlar. Bu sizlarga topshiriq. 3 fe'lni mushu bo'yicha sizlar ismlarni o'zgartmaysizlar. Undan keyin keladigan fe'llarni mushu 3 fe'lni qo'yib ishlaysizlar. 5-incisi iqro ma'li tuandakilarni o'qing deydi. Zurunal mudarrisal jadida al-bariha. Akşam yeni o'qituvchini yo'qladik deydi. Zuruna. Qo'lna deganga o'xshash, ha? Bu yerda sizlarga tarjimasini o'rgatmoqchi. Azuqti hada at-ta'ama ya ukhti. Zuqti shunday, qulti deganga o'xshash. Tetidingizmi bu tamoqni ey qiz qarindishim? Na'am, zuqtuhu, qultuhu deganga o'xshash. Shundoq uni tetidim. Va wajadtuhu lazizan jiddan. Va uni bak tamlik topdim. Ya'ni tamlik his qildim. Vajadaning yana bir ma'nosi his qilish degan ma'nosi, ha? Bak mezlik his qildim. Zahabtu ila Makkata va tuftu bil Ka'bata. Makkaga bordim va Ka'bani qanday qildim? Tavob qildim. Tofa tavob qildi, yatufu tavob qiladi. Tuftu bo'lsa tavob qildim. Xuddi qultu deganga o'xshash. Sizlar oldinlar shu qolini siyg'lashni o'rgansanglar, qolgani oson. Siyg'lash deganimiz turlash degan gap, ha. Qolgani hammasini o'zinglar tarjimasini qilib ishlab boqinglar, bu sizlarga topshiriq. 6-incisi ta'ammal mayli tuandakilarni mulohaza qiling. Endi qolipning mudorisi keldi. Biz buningga yabi'uni misol keltirib ishlagan. Sizlar oldinlar shu yabi'uni pishiq tulaysizlar. Endi yaqulu. Hamidun yaqulu. Hamid deydi. At-tullabu yaqulun. Mana o'quvchilar ko'plik bo'lg'achqa yaqulun. Aylik ko'plik. G'oib, ha? Aminatu taqulu. Amina deydi. Ayollik g'oib. 3-shaxs. At-talibatu yaqulna. Qiz o'quvchilar deydi ular. 3-shaxs ayollik ko'plik. 2-shaxs anta taqulu. Siz deysiz. Antum taquluna. Sizlar deysizlar. Anti taqulina. Siz deysiz ayol. Muxatab ayollik birlik. Antunna taqulna. Sizlar deysizlar ayollar. Ana aqul men deyman. Nahnu naqul biz deymiz. Ya'ni sizlar shu yabiga o'xshash yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aqulu naqulu. Mush 14 siyg'ini silashni o'rganisizlar. Buni siyg'ilashni, ya'ni tulashni o'rgansanglar, bu nihoyat oson. Endi sizlar mush 14 xil siyg'i bo'yicha, ya'ni tulash bo'yicha yaqumuni tulaysizlar, yatufuni tulaysizlar. Bu mashqning talabi shu.
Ya masalan yaqumu yaqumani yaqumuna, yatufu yatufani yatufuna deb oxirgi tushlik 14 siyg'ani siyg'laysizlar. Bugungi darsimiz bak muhim. 8-incisi iqro mayali tuandakilarini o'qing deydi. Yani tarjimasi qilasizlar. Ana azuruka va anta la tazuruni. Men seni yo'qlayman va sen meni yo'qlamaysan. Anta la tazuruni deydi. Sen meni qanaqa qilmaysan? Yo'qlamaysan. Yatuful hujjaju bil Ka'ba. Hacimlar Ka'bani qanaqa qiladi? Tavof qiladi. Maza taqulina ya ummi? Ana nima da'vatsiz? Qolganini o'zingizlar tarjima qilib boqing. 9-incisi ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Biz darsning başida tushuntirgandek, yaquluning oldiga sakin qildigan omil, ya'ni lamni akirsak, nima bo'ldi? Lam yaqul. Bu asli sakinti, lamni akirsak oxirgi harfini sakin qilishni talab qildi. Bu yerda ikki dani sakinlik harf birga kelib qoldi. Bu to'g'ri emas. Shuning uchun biz kesal harfni ilib tashlayotdik. Lam yaqul bo'ldi. La yaltaqi sakinan dedi. İki sakin uchrashmaydi. La yaltaqi uchrashmaydi. İki sakin birga qana qilmaydi, kelmaydi. Bu bir qoida. 10-incisi adkhil lam ala al-af'al al-atiya wa dhabit bi-shakl. Lamni tuandagi fe'llarga kirgizing va uni shakl bilan bekiting deydi. Endi yuqorqi misolni tushungan bo'lsanglar, lamni tuandagi fe'llarga kiramiz. Yakunu shundago lamni akirsak oxirgi harfini sakin qilishni talab qildi. Lam yakun vo musakin, nun musakin bo'ldi. Ikki sakin bir yerda uchrashmaydi. Shuning uchun biz vo kesal harfni qanday qilamiz? Ilib tashlab o'tamiz. Lam yakun bo'ldi. Vo tushib ketadi. Yaqumdimicho shuning o'xshash. Lam yaqum vo tushib ketadi. Yabulcho lam yabul vo qanday qiladi? Tushib ketadi. Bu sizlarga qilib qoldi qog'ini. 11-incisi ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan lam deydi. Tuandagi savollarga lamni ishlatgan holda nafi bilan javob bering deydi. Endi lamni tushungan bo'lsanglar, azurtal mudira ya Ali deydi. Ali mudirni ziyorat qildingmi, ya'ni yo'q qildingmi? Deymiz lam azur. Asli azur shunday azuru bo'chib ketadi. Lam azur. Oxirina qana qilamiz? Sukun qilamiz. Lam azur. Aqama akhuka minan nawm. Qarindishingiz uyqudan qopdimi? Lam yaqum. Von tashlab o'tamiz. Lam yaqum. Abala tiflu fi qamisik. Bala ko'nglingizga kichik tarat qildimi? Lam yabul. Buningga qolganini o'zinglar ishlaysizlar. 12-incisi ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni amr ag'a vaqtda. Biz buni darsda ilgari so'zlagan, masalan taqulu amr elishning bir qoidasi oxirgi harfni tunji qilib sukun qilamiz. Nima bo'ldi? Lam sukun bo'ldi, vo musakinti. Demak bu yerda ikki dona sakin birga kelib qoldi. Bunda vaqtda bu kesal harfni qanday qilamiz? Ilib tashlab o'tamiz. Taqul bo'ldi. Taqul bo'lgandan keyin mudorat harfini ilib tashlayotdik. Nima bo'ldi? Qul bo'lib chiqdi. Bu yerda old bilan mudorat harfini ilib tashlabdi. Qul ondan keyin oxirini sukun qilibdi. Ikki dona sakin birga kelib qolibdi. Shuning uchun kesal harfini ilib tashlab o'tibdi. Nima bo'ldi? Qul bo'ldi. İki sakin uchrashmaydi. Bu yerda qanday qilmaydi? Uchrashmaydi. Qolgan fe'llarning hammasining shunga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi fe'llardan amrni siyg'lang, ya'ni qurib chiqing deydi. Tasumu, ya'ni mudorat harfini olib tashlaymiz. Sumu bo'ldi shundaqo. Oxirgi harfini sukun qilamiz. Min sukun bo'ldi, vomo sukun edi. Shundaqo. Ikki dona sukun birga kelib qoldi. Voni olib tashlatdik. Sum bo'ldi deymiz. Taqumucho o'xshash. Qum. Takunucho kun. Tazurucho bu mudorat harfini olib tashlaymiz. Oxirini sukun qilamiz. Bu yerda vo sukun, ran sukun qildik. Ikki dona sukun birga kelib qoldi. Bu to'g'ri emas. Shuning uchun kesal harfini olib tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Zur. Tatufumu shunga o'xshash. Buni o'zinglar amr chiqarib ishlab taqinglar. Bu sizlarga topshiriq. 14-incisi iqro mayali tuandakilarini o'qing deydi. Zurni gadan ya Mahmud. Ey Mahmud, meni ata qanday qiling? Yo'qlang. Meni ata yo'qlang. Zur qanday qiling? Yo'qlang. Fe'l amri.
Ud ba'da sa'a. A'da ya'ududan chiqqan fe'l amri. Qaytdi, qaytdi. Ud olsa qayt degan gap. 1 soatdan keyin qayt. Qum min huna wajlis hunak. Qop bu yerdan va o yerda o'tir. Sum gadan ata ruzdut. Zuq hada at-ta'am ya akhi. Ey qarindishim, bu tomoqni tetig'in. Qolganini o'zinglar tarjima qilib boqinglar. Oxirida bir oyat bor ekan, Qul lillahil mashriqu wal maghribu. Dang, ya'ni ayting degan gap. Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga ayting Muhammad alayhisolam, lillahi Allohning mashriq va mag'rib. Qul, ya'ni ayting degan gap. 15-si ta'ammal mayali tuandiklarini muloyiza qiling deydi. Endi bu mashqda la nahiya, ya'ni cheklashninki lasi. La taqul, masalan la takzib, yolg'on aytmang shundoq. Endi demang demoqchi bo'lsak, buni taquluga kiramiz. Bumi fe'l mudorining oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi. Xuddi lamga o'xshashlam oxirini sukun qilamiz. Bu yerda ikki dona sukun bir yerga qolganligi uchun voni ep tashlayotimiz. La taqul, demang degan bo'ladi. Qolgan shunga o'xshash fe'llarning hammasiga o'xshash. La nahiyani tuandagi fe'llarga kirgizing deydi. Masalan, tazuru la'na kirgandan keyin oxirgi harfi sukun bo'ladi. Vo'mi sukun, ikki sukun bir yerga kelib qoldi. Shuning uchun bu yerdagi kesal harf bo'lgan voni ep tashlab o'tamiz. La tazur. Taqum, la taqum, tasum, la tasum. Tatuf, la tatuf. Tabul, la tabul. Yerdagi vo qanday qiladi? Hammasi tushib ketadi. 17-si iqro mayali tuandakilarni o'qing deydi. Buni tarjima qilib ishlaysizlar. La taqul hakaza. Bundaq demang. La taqul hakaza degan bundaq demang. La tazuruni fil masa. Meni kashta yo'qlamang. La tatuf bil qubur. Qabrni taqimang. La tasum yawmal ayd. Hech kunisi ro'za tutmang deganga o'xshash. Qolganini o'zingizlar tarjima qilib boqing. 18-si ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Endi bu ba'ning misoli. Buni sizlar xuddi qolini turliganga o'xshash turaysizlar. Ya'ni ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Mana sizlar uni siglab bo'lgandan keyin bu oson. Masalan, hamidun ba'a, ar-rijalu ba'u. Masalan, ba'a, ba'u, ya'ni g'oyib ko'pligi. Aminatu ba'at, an-nisa'u bi'na, anta bi'ta, antum bi'tum, anti bi'ati, antunna bi'tunna, ana bi'tu, nahnu bi'na. Bu yerda shu fe'lni siglashni o'rgatmoqchi. Biz buning darsini boshida so'zlab bo'ldik. Endi sizlar shu ba'ni siglab bo'lgandan keyin ja'ani va sorini shuningga o'xshash siglaysizlar. Ya'ni ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na, ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na. Sarinimi shuningga o'xshash. Bu sizlarga topshiriq. 20-si iqro mayli tuandakilarni o'qing deydi. Bu tarjima sizlarga topshiriq. G'aba zamili yawman va ana g'ibtu yawmayn. Yo'q bo'ldi saboqdashim bir kun, men 2 kun yo'q bo'ldim. Mata ji'ta ilal jami'a, universitetga qachon keldingiz? Ji'tu fi zilqa'da. Zilqa'dada keldim. Bikam bi'ta sayyarataka ya Amr. Ey Amr, mashinangizni qancha pulga sotdingiz? Bi'tuha bi 8000. Uni 8000 riyalga sotdim. Qolganini o'zingizlar tarjima qilib ishlab boqinglar. 21-si tuandakilarni muloyiza qiling. Yabi'u. Biz buni darsimizning boshida jadvallik siglashni o'rgandik. Shuningga o'xshash yasiru ya'ishuni siglaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. 23-si sizlar uni turlab bo'lgandan keyin tuandakini tarjima qilasizlar. Yabi'ul baqqalu sukkara wal milha waz zayt wal bayd waz zub wal jubn wad daqiq wal adas wa ma ila zalik. Satudu, yabi'u satudu. Satudu dukanchi shikar, tuz, yog', tuxum, qatiq, pishloq, un, purchoq va ma ila zalik. Va ashuningdan boshqasini. Va ma degan ila va ma ila zalik degan va qatorliqlar va ashuningdan boshqasini degan gap.
Ya'ishul asadu fil g'aba. Yashaydi yo'lvas o'rmonliqda. Mata yaji'ul mudir. Mudir qachon keladi? Yaji'u fis sa'ati sabi'ati. Keladi soat 7da. Qolganini o'zinglar tarjima qilasizlar. 24-si ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling. Yabi'u. Bumi o'xshash qaranglar. Lam fe'li mudori'ning oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi. Yabi'uning oxiriga lamni kirsak, lam yabi' ayn sakin bo'ldi. Aynning oldidagi yamu asli sakinti. Yabi'ta ya qandatdi sakinti. Bu yerda ikki dona sakin bir ya kelib qoldi. Albatta bu ya bo'lgan kesal harfini tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Lam yabi'. Ya chiqib ketdi, lam yabi' bo'ldi. Nimishqa? Chunki bu yerda ikki sakin qanday qilmaydi? Uchrashmaydi. La yaltaqi sakinan. Ikki sakin uchrashmaydi. Tabi'u hamda la nahiya shuningga o'xshash. Masalan, tabi'uga la'na kirsak oxirini qanday qiladi? Sakin qiladi. Ya'ni tabi'u la tabi'u. Bu ya sakin, ayn sakin. Bunda ikki sakinlikning bir yakab qilishi to'g'ri emas. Shuning uchun yana olib tashlayotdik. La tabi'. Satmang. Lam yabi' satmidi. Amr shuningga o'xshash. Ya'ni oldida mudoriyat harfini olib tashlaymiz. Bi'u bo'ldi. Undan keyin oxirgi harfni sukun qilamiz. Ayn sukun, ya sukun ikkisi bir yakab qoldi. Shuning uchun yana olib tashlayotdik. Nima bo'ldi? Bi' satqin degan. 25-si iqro mayali tuandakilarni o'qing deydi. Xo'sh, bu sizlarga tarjima qiladigan topshiriqqa aynal mudiru. Mudir qayerda? Lamma yajtihi kamidi. Ya Ali, la tabi' hadhihi as-sayyarata. Bi' tilka. Ya Ali, bu mashinani satma. Oni sat. Bu sizlarga qolgani, sizlarga qolib qoldi. Bu yerdagi ja'ning keyinida bir hamza bor. Bu hamza yeziladi, hamza yaji'uda yadin kin yeziladi. Hamza yadin kin yeziladi. Va fi lam yaji' fawqal ya. Lam yaji'ta yaning ustiga yeziladi deydi. Yaji'ta yadin kin yeziladi. Mana o'xshash. Lam yaji'ta yaning ustiga yeziladi deydi. O 26-si ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Nama. Bu namini xuddi shu ba'ini qolini tuligiga o'xshash tulaysizlar. Undan keyin bu masala sizlarga oydinlashadi. Bu mashqdan berilgan topshiriqmi shu. Ya'ni nama, namu, namat, namata, numna, numta, numtuma, nimta, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtunna, nimtu, nimna. Buni birinchi harfi zira o'qiladi. Ma'ni tushungan bo'lsanglar, shu namiga o'xshash xofa va kodini turlaysizlar. Xofa, xofa, xofu, xofat, xofata, xifna, xifta, xiftuma, xiftum, xifti, xiftuma, xiftunna, xiftu, xifna. Kodini shunga o'xshash turlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. 28-si tarjima qilasizlar buni. Birinchisi nama axi fi sa'atil 10. Qarindishim soat 10da uxladi. Va ana nimtu ba'dahu biqalil. Men uxladim uningdan keyin biqalil azraq. Azraq vaqt keyin uxladim demakchi. Mata nimta al-barihata ya akhawati. Nimtunna ey qiz qarindoshlar, oqshom qachon uxladinglar? Nimna ba'da muntasafil layl. Uxladik yarim kechadan keyin. Khiftul barda falam akhruj min al-bayt al-yawm. Qo'rqdim sovuqdan. Fa shuning uchun lam akhruj chiqmadim uydan bugun. Bu sizlarga topshiriq qolgani. 29-si ta'ammal mayali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Endi bu fe'lda nama fe'lining mudori shakli, ya'ni yanamuni turlashni o'rgatmoqchi. Bu yanamu xuddi boshqa fe'l mudoriga o'xshash 14 turga turiladi. Yanamu, yanamani, yanamuna, tanamu, tanamani, yanamna, tanamu, tanamani, tanamuna, tanamina, tanamani, tanamna, anamu, nanamu. Sizlar shu 14 turni pishiq yodlaysizlar. Undan keyin bu masala sizlarga oydinlashib ketadi. Mushuni 14 turni pishiq turlab bo'lgandan keyin
yaxafu yashauni to'laysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Sizlar birini pishiq to'laysizlar, qolganini shuning o'lchimiga silib to'laysizlar. Masalan, yanamuni pishiq to'lagandan keyin yaxafu shuningga o'xshash. Yanamu yaxafu, yanamani yaxafani, yanamuna yaxafuna deganga o'xshash. 31-si iqro mayali tuandikilarini o'qing deydi. Bu tarjima qilasizlar buni. Birinchisi axis sag'ir yanamu mubakkiran. Amma ana fa anamu ba'da muntasafil layl deydi. Inim axis sag'ir degan inim baldur uxlaydi mubakkiran. Men bo'lsam amma ana men bo'lsam yerim kechidan keyin uxlayman. Mata tanamina ya Khadija? Ey Khadija, qachon uxlaysiz? Anamu fis sa'atil 'ashirati wan nisf. Soat 10:20da uxlayman. Bu shunga o'xshash qolganini o'zingizlar tarjima qilasizlar. Qala at-talibul jadid lil mudarrisi yangi o'quvchi o'qituvchiga ayni ajlis qayerda o'tiraman ya ustoz dedi. Qala lahul mudarris o'qituvchi uningga ijlis haythu tasha. O'qituvchi uningga dedi xohlagan yeringda o'ltir. Qaranglar bu yerda haythuni vaqtning o'tirisida gap qolsa chaqda deb tarjima qilamiz. Urunni munosabatli o'rinlarda gap qolsa urunda deb tarjima qilamiz. Ijlis haythu tasha. Xohlagan tasha xohlaysiz siz haythu urun. Xohlagan o'rinda o'ltiring. قال الله تعالى في القرآن الكريم الله تعالى القرآن الكريم ده لله ملك السماوات والأرض أسمان زمنن padişahlığı Allah'ın يخلق ما يشاء خالقان نرسini yaratıdı. Medeki ma ellezî men istaganqan yaşa xalaygan nersini qanda qılıdı yaratıdı. Huwa yakhafuni o meni qanda qıldı meni qorqudu. Otuz ikincisi ta'ammül mayali tuandikilarni muloyiza qiling deydi. Lam xuddi ilgirki fe'llarga o'xshash yanamuning oldiga kirsa oxirini sukun qiladi. Lam oxirini sukun qildi. Alifning ustidan bir dona sukun bor, ikki sukun bir yerga kelib qoldi. Albatta kasal harfni tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Lam yanam bo'ldi. Chunki ikki sokin uchrashmaydi. Fe'l amr shunga o'xshash, ya'ni fe'l mudori'dan chiqaramiz. Mudori' harfini tashlab o'tamiz. Namu bo'ldi. Oxirgi harfini sokin qilamiz. Alif musakin, mim musakin. Ikki sokinning bir yerga kelishi to'g'ri emas. Alifni olib tashlab o'tdik. Nam bo'ldi. Qaranglar, fe'l amr nam. Fe'l nahimi o'xshashlar oxirini qada qilishni, sukun qilishni taqozo qiladi. Bu yerda lana kirsak, bu yerda ikki dona sukun bir yerga kelib qoladi. Alifni tashlab o'tamiz. La tanam bo'ladi. Endi tuandagi buning misollarini tarjima qilasizlar. Nama zumalai va lam anam. Saboqdoshlarim uxladi, men uxlamadim. Va lam anam. La tanam fil fasl ya Ahmad. Ey Ahmad, sinfda uxlama. Khaf rabbak. Rabbingdan qo'rq. La takhaf. Qo'rqma. Sayakunu al-imtihanu sahlan. Imtihon oson bo'ladi. Shunga o'xshash. اقرأ الكلمات الآتية واكتب مع ضبط حرف الأول deydi. Tuandagi kelimalarni, so'zlarni o'qing va uni oxirgi harfini bekitish bilan birga yezing deydi. Buni daftarga yozasizlar. Qanday yozamiz? Albatta oxirini fe'l amrini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Qul, bi', zur, zuq, xaf, qum, nam, sum deganga o'xshash. Buni daftarga yozasizlar. Qala yaqulu. Qarab bag'adigan bo'lsak, mudori'da qaf harfini o'qildi, pash o'qildi. Bu qaf harf davom pash o'qiladi. Mozida va amrda qaranglar. Qultu, qulta, qul. Ba'a yabi'uning mudori' harfidan keyingi tunji harfi zir o'qilgan. Bu mozida bi'ta, bi'tu. Amrdimi bi'. Qanday o'qildi? Zir o'qildi. Nama yanamu. Mudori't harfidan keyingi tunji harf zir o'qildi. Bu mozida nimta o'qildi, amrda uchun nam o'qildi. Mush tarafiga diqqat qilsanglar bo'ladi. Bundan ham shu tarafini ko'z tutmoqchi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda xalashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.